Stadionlar uchun Euro setkalar afzalmi yoki Rabbitsiz setkalar afzalmi? Hozir bu haqida eksperiment o'tkazib ko'ramiz. Marhamat qilib ko'rishingiz mumkin. Ma'lumki, Euro setkalar svarishniy setka hisoblanadi, ya'ni aynan mana shu joylari kontaktli svarkada svarka qilingan bo'ladi. Ko'pchilikda savol bo'ladiki, mana shu joyga zarba bilan to'plar tekkanda mana shu kontaktli svarka joyidan ajrab ketmaydimi deb. Va Rabbitsiz setkalar to'qima holatda bo'ladi, kontaktli svarka joyi bo'lmaydi bularni, ya'ni bir-biriga to'qilgan holatda ishlab chiqariladi. Hozir esa ikkala turdagi setkalarga ham to'plar bilan zarba berib eksperiment o'tkazib ko'ramiz. Azokir aka. Bismillah. Xo'p, mana bir nechta zarbalardan keyin ko'rib turganingizdek, Rabbitsiz setkalarimiz hech narsa qilmagan, ya'ni na bo'shab qoldi, na bir ya'ni to'qimalardan ajramadi. Endi esa Euro setkani eksperiment qilib ko'ramiz, ya'ni mana ushlab turamiz, zarbalar berib ko'ramiz bunga ham. Qo'lingni. Xudxud setka savdo kuzatuvchilari ko'rib turganingizdek, mana bir nechta zarbalardan keyin 3 da Euro setkani 3.8 to'r qalinlikda esa kontaktli joylaridan, ya'ni svarkasi ko'chdi va o'zi qiyshaydi. 3 da Euro setka Eurozabonlarni men baribir stadionga qo'yaman, menga yoqardi shu narsa deydigan odamlar uchun yana bir yo'li bor. Ya'ni Euro setkani oldi tomonidan bir arqondan to'qilgan bir himoya vositasi bor, ya'ni to'plarni, zarbalarni ushlab qoladigan. Bu haqda keyingi videolarimizda gapirib o'tamiz. Xudxud setka savdo Instagram sahifasiga dastlabki qo'ygan videoyimiz aynan mana shu bo'ldi. Xayr va barakot beruvchidan xayr va barakot tilagan holatda ishlarimizni yana davom ettiramiz.